Husanovning City'dagi faoliyati boshlanmasdan tugadimi? Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Video ostida bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Manchester City klubining fan akkaunti Gvardiola Husanovni zaxirada qoldirayotgani haqida hazil post joyladi. Ushbu post Real Talk Manchester City Twitter sahifasida joylandi. Postga ko'ra, mart oyidagi mashg'ulotlardan birida Gvardiola Husanovni quchoqlab "sen chempionsan" degan. Husanov "sen ham chempionsan" deyishning o'rniga "shampunsan" deb yuborgan. Gvardiola esa buni kalligi uchun ustidan kulish ma'nosida qabul qilgan va zaxira o'rindig'iga mixlagan. Vaziyatga Ruben Dias aralashib, Husanov ingliz tilini bilmasligi uchun adashib ketganligini aytgan, ammo bu murabbiyni fikridan qaytara olmagan. Ma'lum bo'lishicha, bu voqea umuman sodir bo'lmagan. Bu shunchaki klub muxlislarining shampun mavzusidagi hazil rubrikasi va bu rubrikani Husanovda ham davom ettirilgan. Avvalroq bu yo'nalishdagi hazil klubning bir qancha futbolchilarida qo'llangan. Misol uchun, Leroy Sanega ham shampun mavzusida hazil qilingan, deyiladi Qalampir o'z xabarida.